Bugun biz stendlar haqida, ularni yaratilishidan tortib, to stend qo'yilgandan keyin qanday yashash kerakligigacha hamma narsa haqida gaplashamiz. Qulayroq o'tirib oling, choy qo'ying, va'da beraman, foydali va qiziqarli bo'ladi. Stend bilan qanday yashashni tushunish uchun undan oldin stendgacha bo'lgan davrni eslab o'tish kerak bo'ladi. Stendga nima sabab bo'lgan? Bunga alohida aniqlik kiritib olish kerak. Stend qo'yilishdan oldin qon tomirlar ichkarisida bilyashkalar hosil bo'ladi. Bu bilyashkalar hosil bo'lishiga alohida sabablari mavjud. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, bizning tomirlarimiz quvurlarga o'xshaydi. Ya'ni truba. Bu truba orqali qon tomirlar orqali organlarga qon yetib boradi. Agar organlar qon aylanishi qanchadir miqdorda buziladigan bo'lsa, bu organizmga qandaydir signallar beradi. Bularni birinchi signallardan biri bu yurak qon tomirlarida rivojlanishi. Agar yurak qon tomirlarida 70% gacha bilyashkalar hosil bo'lgan bo'lsa, bu holat jismoniy zo'riqish vaqtida ko'krak sohasida og'riqlar yoki achishishlar bilan birga keladi. Bu holatlar hamma organda har xil kuzatilishi mumkin. Asosan biz hozirgi vaqtda yurak qon tomirlari haqida gaplashyapmiz. Demak, yurakda og'riq bo'lishi, ya'ni ko'krak qafasi yoki to'sh ortida achishish yoki og'riqlar paydo bo'lishi bilan bog'liq bo'ladi. Bilyashka hosil bo'lishi uchun asosiy sabablar bor deb aytib o'tdik. Nima sababdan bilyashka hosil bo'ladi? Birinchi asosiy sabab qonda yuqori insulin va qonda yuqori qand miqdori. Aynan shu holatlar bu qon tomirlar ichki qavatini shilinib ketishi, keyinchalik yallig'lanish jarayonlari rivojlanishi va ustida xolesterin qoplamalarini paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Va bu xolesterin qoplamalari rivojlanishi keyinchalik bilyashkalar, ya'ni o'sha foizda kelib chiqqan o'sha yog' qavatni hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu 70% gacha bo'ladigan bo'lsa, bemorda hech qanday shikoyat bo'lmasligi mumkin. Lekin 70% dan ortiq bo'ladigan bo'lsa, bu holatlar bemorda qo'shimcha shikoyatlar va keyinchalik esa infarkt holati yoki insult holatiga ham sabab bo'lishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun insulinni yoki sahrning roli juda ham yuqori. Qondagi insulin va qondagi qand miqdori bilan birga parallel ravishda eng birinchi o'rinda ko'rish kerak bo'ladigan holatlardan biri bu mochevaya kislota. Mochevaya kislota bu biokimiya oddiy laborator tekshiruv orqali ko'riladigan tekshiruv hisoblanadi. Bu hech qanday gormon emas. Bu modda almashinuvida eng oxirgi mahsulot hisoblanadi. Mochevaya kislota mikrokristal hisoblanadi. Mikrokristal o'zini nomidan kelib chiqqan holatda qon tomirlar ichki qavati, ya'ni intimani shilinib ketishi, yallig'lanishiga asosiy sababchilardan biri hisoblanadi. Aynan shu 3 ta faktor qon tomirlar ichki qavatini shilinib ketishidan asosiy sababchilardan biri hisoblanadi. Bu holatga olib bormaslik uchun aynan shu laboratoriya tekshiruvi orqali sizda mana shu ko'rsatkichlar qanday turganini aniq qilib belgilab ko'rish kerak bo'ladi. Chunki bu holat agar e'tiborsizlik qilinadigan bo'lsa, o'sha bilyashkalarni yana ham rivojlanishiga sabab bo'ladi va stend qo'yishga majbur bo'ladigan holatlardan biri hisoblanadi. Stend qo'yishga ulgurmadik. Bilyashka yorilib ketdi. Bilyashka yorilgandan keyin o'tkir tromboz jarayoni rivojlanishi mumkin bo'ladi. Bu holat yurak qon tomirlarida o'tkir miokard infarktini keltirib chiqarishi mumkin. Agar siz miokard infarktini o'tkazgan bo'lsangiz, o'sha ko'krak sohasidagi og'riqlar boshlanishidan 8-12 soat oralig'ida sizga agar stend qo'yiladigan bo'lsa, biz yurak mushaklari, ya'ni miokardni qanchadir qismini sog'lom ushlab qolishimiz mumkin bo'ladi. Agar bu holat 8-12 soatdan o'tadigan bo'lsa, demak, juda ham ko'p miqdordagi yurak mushaklari o'lish jarayonini ko'rishimiz mumkin va bu keyinchalik esa anevrizmaga va bu esa o'ta xavfli jarayonlarga ham sabab bo'lishi mumkin. Aynan shu o'lgan yurak hujayralari infarktdan keyingi hayotda eng ko'p xalaqit qiladigan muammolardan biri hisoblanadi. Chunki bu yurak mushaklari qisqargan vaqtda aynan shu miokard infarktda nekroz bo'lgan joyi, ya'ni o'sha yurak mushaklari o'lgan joyi qisqaruvchalarda umuman qatnashmaydi. Bu holat yurakni to'liq o'sha qisqaruvchaligini, muammosini keltirib chiqaradi, keyinchalik anevrizma jarayonlari va bu esa to'satdan yurak o'limi bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarga sabab bo'lishi mumkin. Bu holatga olib bormaslik uchun albatta vaqtida yordam ko'rsatish kerak bo'ladi. Qisqacha stentlar tarixi haqida to'xtalib o'tamiz. Stentlar birinchi qo'yilganiga uncha ko'p bo'lgani yo'q. Birinchi bor butun dunyo bo'ylab stent 1983-yilda Fransiyada Tyrel va Ziger ikkita shifokor tomonidan qo'yilgan. Birinchi qo'yilgan stent hozirgi stentga qaraganda tubdan farq qiladi. Bularni bir-biriga deyarli o'xshashli joyi yo'q. Oldin shunchaki metallik karkas bo'lgan bo'lsa, hozirgi vaqtda bioimplant darajasiga chiqqan. Hozirgi vaqtda qo'yiladigan stentlar oldingi stentlardan umuman katta farq qiladi. Hozirgi vaqtda stentlar ustida sitostatik saqlovchi polimer modda mavjud. Bu modda
sekin eruvchi xususiyatiga ega bo'ladi va o'sha stent qo'yilgandan keyin sitostatik modda sekin astalik bilan o'sha qon tomirlar devorida o'sha intimada ko'p giperplaziya rivojlanmasligi uchun, ya'ni hujayralar o'sib ketmasligi va qayta yopilib qolmasligini oldini olish maqsadida qilingan aynan shu sitostatik polimer modda qo'yilgan bo'ladi. Bu moddani asosiy vazifasi o'sha qon tomirni butunligini, ya'ni ochiqligini saqlab qolish kerak bo'ladi. Hozirgi stentlarda yuqori elastiklik va eng yuqori oxirgi texnologiyalardan ishlab chiqilgan asosiy moddalardan tashkil topgan bo'ladi. Shuning uchun hozirgi vaqtda qo'yiladigan stentlar 10 yil oldingi stentdan ham tubdan farq qiladigan stentlar hisoblanadi. Tasavvur qilishingiz uchun aytib o'taman, 30-40 yil oldin agar bemor infarkt o'ladigan bo'lsa, bemorning omadi kelsa, bemorga giparin, ya'ni oddiy giparinni tomchilab qo'yib qo'yishgan. Agar yana ham imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, bemorga trombolizis jarayoni, ya'ni tromblarni eritish maqsadida ba'zi bir ukollar qilingan. Agar shu holatda bemor yashab qoladigan bo'lsa, yashab qoldi va bemorning sharoitdan kelib chiqqan holatda bemorga aorta koronar shuntlash amaliyoti o'tkazilgan. Bu holat juda ham murakkab bo'lgan operatsiyalar. 12 soatgacha davom etadigan operatsiyalar degani. Ya'ni ko'krak qafasida katta ochiq operatsiya o'tkaziladi va bu holat uzoq muddat davom etadi. Sun'iy qon aylanish vositasi apparatiga ulanadi va bemor uzoq muddat mana shu apparat orqali operatsiya vaqtida qon aylanish bilan bog'liq bo'lib turadi. Va bemorga shunt tikiladi. Ya'ni o'sha sun'iy qon tomirlar bemorga oyog'idan, o'zini venalaridan olib sun'iy ravishda qon tomir tikiladi va bu bemorning tiklanishi uchun ancha muddat vaqt kerak bo'lgan. Hozirda esa kamdan kam holatda taxminan 150 ta bemordan bittasida aorta koronar shuntlash o'tkazilishi mumkin. Qolgan bemorlar, ya'ni 149 ta bemorda stentlash amaliyoti o'tkazib kelinyapti. Bunga asosiy sabab aorta koronar shuntlash amaliyoti bu uzoq jarayon, tiklanish qiyin jarayon va operatsiya hozirgi vaqtda juda ham qiyin bo'lgan jarayonlardan biri. Stentda esa hattoki bemorga narkoz berilmaydi. Bemor narkozsiz 1 soat yoki 1,5 soat ichida stentlash amaliyotini o'tkazishi mumkin bo'ladi. Qachon endovaskulyar xirurg stent qo'yadi, qachon aorta koronar shuntlash amaliyoti o'tkaziladi? Boya sal oldin aytib o'tilgandek, aorta koronar shuntlash amaliyoti hozirgi vaqtda kam ishlatilyapti. Qachon ishlatilinadi? Bu amaliyotning o'zining roli mavjud. Ko'p hollarda bemorda ko'p tomirli zararlanish, ya'ni multifokal ateroskleroz deydi. Bu holat rivojlangan bo'lsa, bir nechta qon tomirlar bir vaqtda o'zida stentlashga to'g'ri keladigan bo'lsa, bu holatda bemorga stent qo'yish amaliyoti tavsiya qilinmaydi. Bu holatda bemorga aorta koronar shuntlash amaliyoti tavsiya qilinadi. Chunki bu holat keyinchalik bemorning holatiga yaxshi ta'sir ko'rsatishi isbotlangan va o'zini isbotini hozirgi vaqtda ham topib kelyapti. Endi esa stentdan keyingi 2 komponentli antiagregant qon suyultirish terapiyasiga to'xtalib o'tamiz. Ko'pchilik stentdan keyin bo'ldi, qon tomirlarim ochildi. Endi hech qaysi dorilarni ichmayman deb o'ziga o'zi qanaqadir xulosa qilishadi. Lekin undan oldin bemorga o'sha stent qo'ygan vrachning o'zi tushuntirib, bir necha soatlab tushuntirib bergan bo'lishi mumkin bo'ladi. Bemorga 2 ta qon suyultirish maqsadida dorilar yoziladi. Bu dorilar stentdan keyin suv va havoda zarur bo'lgan dorilar hisoblanadi. Chunki stent qo'yilgan vaqtda bu metallik prujina organizm uchun yod modda hisoblanadi. Yod modda organizmda paydo bo'ldimi, organizmning himoya reaksiyasi maqsadida o'sha yerda har xil turda jarohatlarni yopish maqsadida ham trombositlar bir-biri bilan yopishishni boshlaydi va o'sha stent qo'yilgan joyda qayta tromboz hosil bo'lishi o'ta yuqori bo'ladi. Bu holat retromboz deb ataladi va bu holat infarktdan keyin yoki stentdan keyin juda ham tez sodir bo'lishi mumkin bo'lgan jarayonlardan biri hisoblanadi. Birinchi 3 oy ichida 2 ta komponentli qon suyultirish maqsadida yozilgan dorilar, bular aspirin, klopidogrel, sal oldin aytib o'tilgandek suv va havoda zarur bo'lgan dorilar hisoblanadi. Chunki bu birinchi 6 oy ichida o'sha stent to qon tomir ichkarisiga joylashguncha, stent orasidagi o'sha yacheykalarni to'liq qoplaguncha o'rtada kerak bo'ladigan asosiy 2 ta vositachi hisoblanadi. Chunki bittasi ishlamasa, ikkinchi dori ishlaydi albatta. Aynan shu vosita natijasida qon tomirlar ochiqligi saqlab qolinadi va 1 yil ichida bemorda o'sha stent to'liq implantatsiya, ya'ni to'liq joylashib olguncha vaqt kerak bo'ladi. 1 yil ichida yuqorida aytib o'tilgandek aspirin, klopidogrel dorilarni to'xtatish qat'iyan man etiladi. Bu asosiy stentdan keyingi holat hisoblanadi. Va bundan tashqari stentdan keyin yana bir dori yozib beriladi. Bular statinlar. Statinlar bu qondagi xolesterin nafaqat pasaytirish imkoniyati bo'ladi, balki qon tomirlar yallig'lanish prosesslarini asrashdan asosiy vosita hisoblanadi.
Chunki qon tomirlar yallig'lanishi bu stentdan keyingi jarayon hisoblanadi. Aynan shu statinlar yallig'lanish prosesini qon tomirlar bo'ylab saqlab turuvchi jarayon hisoblanadi. Esingizdan chiqmasin, yuqorida sanab o'tilgan 3 xil dorilar, bular sal oldin aytib o'tilgandek eng muhim dorilar hisoblanadi. Bu dorilar to'xtab qoldimi, tezlikda bu dorilarni olish kerak. Hattoki siz yashab turgan hududda poliklinikalarda ham bu dorilar tekinga tarqatiladi. Chunki bu hayot uchun muhim bo'lgan dorilar hisoblanadi. Ayniqsa stentdan keyin hayot uchun xavf tug'diradigan retromboz jarayonlarini oldini olish maqsadida ham bu dorilar hamma joyda bor va bu dorilarning narxi u darajada yuqori ham bo'lmaydi. Poliklinikalarda sal oldin aytilgandek, hattoki tekinga tarqatiladi. Shuning uchun bu dorilar to'xtab qolishi mumkin emas. Siz doimiy YouTube videolarimni kuzatib borasiz, bilim olasiz. Ammo esingizdan chiqmasin. Faqat bilim olishni o'zi sizni sog'lig'ingizni o'zgartirmaydi. Natija faqat harakat bilan keladi. Shuning uchun biz har oyda sog'lomlashtirish programmasini tashkil qilganmiz. Bu marafon onlayn tartibda o'tkaziladi. Bu marafonda ayniqsa qandli diabeti borlar, yuqori qon bosimiga ega insonlar, yurak kasalliklari bor insonlar va ortiqcha vazndan xalos bo'lishni xohlaydigan insonlar va xolesterinni to'liq va tabiiy ravishda nazorat qilishni xohlaydigan insonlar bu marafonda qatnashib borishadi. Marafon davomida siz har kuni shaxsiy tavsiyalarimni, video darsliklarni va ovqatlanish rejalarini bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Eng muhimi, siz bu yo'lni o'zingiz bosib o'tmaysiz. Natijani birgalikda qilamiz. Agar siz ham o'z sog'lig'ingizni bugundan o'zgartirishni xohlasangiz, videosidagi havola orqali marafonga qo'shilishingiz mumkin bo'ladi. Sizga ham yordam berishdan mamnun bo'laman. Keyingi eng ko'p beriladigan savollardan biri, stent siljiydimi deydi. Yo'q, stent siljimaydi. Esingizdan chiqmasin, stent bu metallik karkas qon tomirlar ichki devoriga yirtilib qo'yiladi. Ya'ni intima media ichkarisiga to'liq o'sha o'zini alohida shoxlari yordamida joylashtiriladi va bu qon tomirlar ichkarisida jipslashgan holatda turadi. Davleniya yuqori bo'ladigan bo'lsa ham qon tomirlardan siljib ketmaydi. Bu stent qoldi. Bu umringizni oxirigacha xuddi shu joyda siljimagan holatda turadi. Yurakka qo'yilgan stentlar o'zini formasini saqlab qoladi. Lekin mushaklar orasiga tushadigan bo'lsa, qisilish effekti bo'ladi. Ya'ni torayib qolish effekti bo'lishi mumkin. Agar yurak mushaklari o'zini funksiyasini to'liq bajarib beradigan bo'lsa, hech qanday travmalar bo'lmaydigan bo'lsa, stent o'zini joyida xuddi shunday saqlangan holatda turadi va qon tomirlariga hech qanday zarar keltirmaydi. Lekin boshqa joylarga qo'yiladigan stentlar bo'ladi. Bular uyqu arteriyasiga qo'yiladigan stentlar yoki podvzdошная arteriya, ya'ni chov oldi stentlarga qo'yiladigan qon tomirlar ichiga qo'yiladigan stentlarda elastiklik funksiya bo'lishi kerak bo'ladi. Bu yurakka qo'yiladigan stentlardan tubdan farq qiladi. Chunki o'sha bo'yin qayrilishi, qisqarishi bo'lishi mumkin yoki oyoq bukilib ochilgan vaqtda stentlar elastikligi juda ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Chunki o'sha harakat vaqtida stentlar qayrilishi yana o'zini formasini qayta tiklash imkoni bo'ladi. Aynan shunga mo'ljallangan tartibda bu yerga alohida stentlar, ya'ni alohida formada va alohida materialdan tayyorlangan stentlar qo'yiladi. Yurak stentlari har xil joylarga qo'yish mumkin emas. Yoki o'sha uyqu arteriyasiga qo'yiladigan stentlarni boshqa joyga qo'yib bo'lmaydi. Har bitta organ, har bitta qon tomirni o'ziga mos stentlari mo'ljallangan tartibda yasalgan bo'ladi. Stentdan keyingi hayot. Bilaman, juda ham ko'p vaqt qaysidir dorilarni iste'mol qilib borish ko'pchilikka yoqmasligi mumkin. Bu tabiiy holat. Lekin iloji yo'q. Stent bu o'sha qon tomirlar ichkarisida o'zgartirib bo'lmas o'zgarishlarga sabab bo'ladigan holatlardan biri hisoblanadi. Demak, stent qo'yilgandan keyingi hayot juda ham muhim ahamiyatga ega. Bu birinchi asosiy masala qon bosimini to'liq nazoratda ushlab borish. Chunki agar sizda qon bosimi baland bo'lib tursa, demak bilingki, sizda o'sha qon tomirga qo'yilgan yangi stentda ham jarohatlanish va retromboz, ya'ni qayta yopilish ehtimolligi o'ta yuqori bo'ladi. Shuning uchun qon bosimini to'liq nazoratda ushlab borish bu birinchi asosiy qilinadigan ish. Keyingisi bu xolesterin miqdorini yuqori bo'lib ketishdan asrash. Xolesterin miqdorini nazorat qilish maqsadida o'sha stent qo'yilgan bemor har 6 oyda bir marta lipid panel analizini ko'rib borish kerak. Bu analiz orqali xolesterin qanaqa darajada turibdi? Statinlarni to'xtatish kerakmi, davom etish kerakmi, kerak emasmi? Hammasi vrach nazoratida qilinadigan ishlardan biri. Keyingisi, siz iste'mol qilib boradigan dorilardan tashqari qonda alohida ahamiyatga ega bo'lgan ko'rsatkichlar bor. Bu videoni boshida aytib o'tilgandek insulin va mochevая kislota miqdori. Mana shu ikkita modda sizni qon tomirlaringiz ichki qavati yallig'lanishga sabab bo'luvchi asosiy holatlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun insulin va mochevая kislotani o'sha 6 oyda bir
xolesterinni ko'radigan vaqtingizda ham albatta topshirib ko'ring. Bu analizlar yuqori chiqadigan bo'lsa, albatta vrach nazoratida kerakli davo chorasini olish va kerakli diyetaga amal qilib borish tavsiya qilinadi. Bu holatlar stentdan keyingi hayotda eng muhim kerak bo'ladigan holatlardan biri. Stent qo'yilgandan keyin harakat qilsa bo'ladimi, sport bilan shug'ullansa bo'ladimi? Ko'pchilik so'raydi. Albatta mumkin. Stentdan keyin albatta vrach nazoratida sizga hech qanday qarshi ko'rsatma bo'lmaydigan bo'lsa, dorilarni iste'mol qilgan holatda hattoki marafonlarda yugurishingiz ham mumkin. Kilometrlab yurish mumkin. Hech qanday cheklovlar bo'lmaydi. Odatda qanday yashagan bo'lsangiz, xuddi shunday yashaysiz. Faqat ba'zi bir qo'shimcha terapiya yoki ba'zi bir dorilar yoki alohida diyetaga amal qilgan holatda bu jismoniy faollikni bemalol amalga oshirib borishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi qisqa video shulardan iborat edi. Agar sizga video foydali bo'lgan bo'lsa, like qo'yishni unutmang. Savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Eng ko'p berilgan bir xil savoldan kelib chiqqan holatda biz keyingi videoni ishlab chiqishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling.